Aziz do'stlar, qisqa video qilaman. Nasl olish uchun jaydari matkalarga qo'yib, go'sht yo'nalishini ko'paytirish uchun, ya'ni cross zot chiqadi. Faqat so'yib sochish uchun emas, ozgina odamlar o'zimiz ustida ishlab ko'paytirishni ham o'ylashimiz kerak, chunki faqat import qilyapmiz. Import qilishdan maqsad naslni ko'proq, ya'ni ko'proq tarqatish. Ana Angus istasangiz, ko'ryapsiz, qaddi qomatlarini. 550 dan 800 kilogacha bo'lgan vazndagi buqalar. Bular hammasi buqa. Hereford, oqbosh va Angus. 8 tasi Hereford, 21 tasi oqbosh va 2 tasi Angus. Aziz do'stlar, narxi 70 mingdan. Manzilimiz Quyi Chirchiq va O'rta Chirchiq. O'rta Chirchiq bu yer. O'rta Chirchiq. O'rta Chirchiqda Supermed fermer xo'jaligida, ya'ni Xalqabod degan, ha? Xalqabod Kirovda, aziz do'stlar. Nomer qoldiraman, aloqaga chiqasizlar. Juda ham chiroyli buqalar. Men hammaga maslahat beraman. Именно faqat nasl olish uchun любой matishni pogoloviyga qo'yganingizda o'zidan 80%, 90% genetikasini saqlab qoladi. Men nimaga именно Hereford, oqbosh, mana o'zimizni SNGni buqalariga to'xtalaman. Yevropani buqalarini qo'yganimizda matkada katta bo'ladi, tug'ish jarayoni qiyin bo'lib ketadi va boyagi ketidan kuzatib, yo bo'lmasam Keserovaga olib kelishi mumkin. Mana shunaqa aziz do'stlar, video o'zi o'rinda yoqadigan bo'lsa, chorvadorlarga, именно mana shunaqa buqa qidirib yurgan akalarimizga jo'natib qo'yasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.